Assalomu alaykum. Hurmatli Sarhad.uz kanali obunachilar, sizlar bilan Sarhad hafta ichida dasturi orqali ortda qolgan haftada chegara qo'shinlarida bo'lib o'tgan tadbirlar sharhini men Erkin Yodgorov hamda Sarhad.uz jamoasi e'tiboringizga havola qilamiz. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining turmush tarzi va yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida joylashgan harbiy qismlarning birida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun xizmat xonadonlari tantanali ravishda topshirildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yangiyo'l tumanida barpo etilgan ko'p qavatli xizmat uylari harbiy xizmatchilar uchun munosib sovg'a bo'ldi. Zamonaviy loyiha asosida qurilgan 30 xonadondan iborat mazkur turar joy keng va yorug' xonalar, zarur kommunikatsiya tarmoqlari hamda obodonlashtirilgan hovlisi bilan ajralib turadi. Xonadonlarning foydalanishga topshirilishi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, harbiylarning ota-onalari hamda oila a'zolari ishtirok etdi. Mana bugun bizga davlatimiz tomonidan barcha sharoitlarga ega bo'lgan xizmat xonadonlari topshirildi. Biz avvallari xizmat joyimizdan uzoq joylarda turardik, kelishga ancha qiynalardik. Hozir esa bemalol farzandlarimizni, oilalarimizni uyda bexavotir qoldirib, xizmatimizni yanada sergak va xushyor o'tab kelmoqdamiz. Buning uchun yurtboshimizga kattadan katta minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bizga bildirilgan bu ishonchni biz albatta oqlaymiz. So'zga chiqqanlar yurt osoyishtaligini ta'minlashdagi mas'uliyatli vazifani sidqidildan ado etayotgan harbiy xizmatchilarga yaratilayotgan sharoitlar, ularning xizmat samaradorligini yanada oshirishini ta'kidladi. Tadbir davomida yangi xonadon kalitlari egalariga tantanali ravishda topshirildi. Quvonchli lahzalarda harbiy oilalarning yuzidagi mamnunlik va faxr tuyg'usi yaqqol sezildi. Shuningdek, mazkur uy-joylar bunyodkorligida fidokorona mehnat qilgan quruvchilar tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan ham taqdirlandi. Bu kabi ezgu tashabbuslar yurt himoyachilariga bo'lgan yuksak e'tibor va ehtiromning amaliy ifodasidir. Harbiy xizmatchilarning kitob mutolaasiga bo'lgan ishtiyoqini yanada kuchaytirish, shaxsiy kutubxonasini boyitish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli Surxondaryo hamda Farg'ona viloyatlarida joylashgan harbiy qismlarda ko'chma kitob yarmarkalari tashkil etildi. Unda harbiy xizmatchilar milliy va jahon adabiyoti namunalarini xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Toshkent tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlarning birida faxriylar, harbiy xizmatchilar va yoshlar ishtirokida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuv davomida faxriylar tadbir ishtirokchilariga milliy armiyamizning shakllanish bosqichlari, qurolli kuchlarimiz tarixi, bugungi kunda harbiy xizmatchilarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, berilayotgan imtiyozlar haqida batafsil so'zlab berdilar. Ularning hayotiy tajribasi, xizmat yo'lidagi mashaqqatlari yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlarning birida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini dam olish vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida taniqli so'z ustasi, qiziqchi va aktyor Valjon Shamsiyev ishtirokida kulgu kechasi tashkil etildi. Taniqli qiziqchining hazil va mutoyibalari tadbir ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambli xonandalari gastrol safari bilan Jizzax viloyatida bo'lib, chegarachilar hamda ularning oila a'zolari, shuningdek, chegaraoldi hududda yashovchi aholi uchun konsert dasturlarini namoyish etishdi. Tadbir haqidagi batafsil ma'lumotlar navbatdagi lavhamizda. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambliga tegishli ko'chma mobil madaniyat markazining navbatdagi manzili Mirzacho'l tumanining olis chegara oldi hududi hisoblangan Yangidala mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Mazkur manzilda ham ansambl a'zolarining chiqishlari, qarsaklar katta qiziqish va ishtiyoq bilan qarshi olinib, sho'x qo'shiqlar, raqslarga ulanib ketdi. Bir so'z bilan aytganda, san'atkorlarning konsert dasturi va undan o'rin olgan milliy qo'shiqlar, go'zal raqslar, vatanparvarlik ruhidagi taronalar barchaga manzur bo'ldi. Chegara qo'shinlar ansambli chekka hududlarga kelib, biz uchun mana shunday tadbirlar uyushtirib, bizni xursand qilyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Harbiy xizmatchilarning oilalari, farzandlarimiz bilan tashrif buyurganmiz. Bu tadbirdan kayfiyatimiz a'lo darajada ko'tarildi. Madaniy xordiq uchun, mana shunday tadbirlar uchun ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shunday tadbirlar, konsertlar odamga o'zgacha ruh beradi. Yaxshi qo'shiq jon ozig'i deyshadi. Chindan ham maromiga yetkazib ijro etilgan tarona inson ruhiyatiga ma'naviy ozuqa berib, qalblarni ruhlantiradi, odamga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Bunday madaniy tadbirlarning o'tkazilishi esa mamlakatimizda aholi, ayniqsa yoshlarning vatanparvarlik ruhini oshiribgina qolmay, balki xalq va armiyaning birdamligini ta'minlashga xizmat qiladi.
Hafta davomida sizlar uchun tayyorlagan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, axborot yetkazish borasida qilayotgan sa'y-harakatlarimiz sizga manzur bo'lmoqda. Sarxat.uz kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.